Kanaman qaranglar akalar, 2 kunda shunchalik ozib ketdim. Pizdes bardaydi, qaranglar jana. Bunday qilib o'zbeklikka xos qiliq qilib biz yig'ishtirmaymiz biz. Biz yashirib qo'yamiz. Ko'rinmasa bo'ldi. Biz akalar ahvolimni qaranglar, bunaqa branjiletkalarda yuribman. Branjilet deydimi bilmayman, kir va isqirt akalar. Tashaqda yurmaganimga bugun mana 3 kun bo'ldi. Drashtam qilganim yo'q. Xullas Amerikaga keladigan akalar, haligi ish qilmagan oppoq bolalar bo'lsalar, qo'linglarni hezalaydi, qo'llari bo'ladi-yu, ko't qo'l bo'ladi-yu, bilasizlarmi? Yumshoq qo'lini ushlasang, qo'tag'ini tiqqin keladi, qo'lini tumalaq qilib. Ashnaqa bolalar bo'lsa, akalar Amerikani sizlar orzu ham qilmanglar. Men umrim mobaynida mana shu necha kirdim, mana 45 kiryapman. Umrim mobaynida men bunaqa ish qilmaganman, akalar. Uzr, jicha hissiyotga berilib ketibman. Jicha nima degani buxoroliklar tilida akalar, sizlarga savol. Jicha. Shunaqa gap akalar. Qiynalasizlar, juda ham oson emas. Endi biladi nima deyishni bilmasdan bir video qilay dedim-da. Ana mashina yonib ketibdi. Qaranglar. Pizdes. Shunaqa biz O'zbekistonda bunaqa yonib ketgan mashina hech ham ko'rmaganman. Amerikada juda ham ko'p. Biz Amerikada, ya'ni men tug'ilgan joyda juda ham mashinalar ko'p yonib ketadi. Hayron qolayotgandirsizlar, qanaqa qilib bu darajada bu bola o'zbek tilini biladi deb. O'zbeklar bilan ko'p yurganman-da Nyu-Yorkda akalar, shuning uchun o'zbek tilini shunaqa mukammal darajada biladigan amerikalikman. E'tibor bergan bo'lsanglar deb gapiraman. Jigan, chala til.